Bekzod aka tish ham qo'yasizmi? Jizzaxda yagona bo'lgan 3D rentgen apparati. Jizzaxda eng zo'r stomatolog Bekzod akamning klinikasi bilan sizlarni tanishtiraman. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum. Stomatologlar uchun uchetniy sentri ham bor ekan. Tish bo'yicha har qanday muammolar bo'lsa, hammasiga yechim topib beramiz. Bekzod aka, boshqa viloyatlardan ham bemorlarimiz kelsa bo'ladi? Bemalol kelsa bo'ladi. Sababi bizda yotoq joylarimiz ham bor, transfer xizmatlarimiz ham bor. Bemorlarimizga premium xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Jizzaxda bitta, O'zbekistonda 5 ta gaynariti tishida muammosi borlar uchun 3D rentgen apparati Germaniyadan keltirilgan. Bek Dental klinikasi premium uslubda qurilgan. Agar bu yerga tishingiz og'rib kelsa, sharoitini ko'rib, tishingizda og'rig'i ham qolib ketadi. Har qanday turdagi tishlarni hammasini qo'yamiz. Implantdan tortib vinerlargacha tish qo'yib beramiz. Hozir mana ushbu bemorimizda Medit skaner yordamida qolib qolganmiz. Hozir diagnostika jarayonini qilamiz. Manzil Jizzax shahar Alisher Navoiy ko'chasi Bek Dental klinikasi. Instagram'ini atmetka qilib qo'ydim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rentgen apparati. Jizzaxda eng zo'r stomatolog Bekzod akamning klinikasi bilan sizlarni tanishtiraman. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum. Stomatologlar uchun uchetniy sentri ham bor ekan. Tish bo'yicha har qanday muammolar bo'lsa, hammasiga yechim topib beramiz. Bekzod aka, boshqa viloyatlardan ham bemorlarimiz kelsa bo'ladi? Bemalol kelsa bo'ladi. Sababi bizda yotoq joylarimiz ham bor, transfer xizmatlarimiz ham bor. Bemorlarimizga premium xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Jizzaxda bitta, O'zbekistonda 5 ta gaynariti tishida muammosi borlar uchun 3D rentgen apparati Germaniyadan keltirilgan. Bek Dental klinikasi premium uslubda qurilgan. Agar bu yerga tishingiz og'rib kelsa, sharoitini ko'rib, tishingizda og'rig'i ham qolib ketadi. Har qanday turdagi tishlarni hammasini qo'yamiz. Implantdan tortib vinerlargacha tish qo'yib beramiz. Hozir mana ushbu bemorimizda Medit skaner yordamida qolib qolganmiz. Hozir diagnostika jarayonini qilamiz. Manzil Jizzax shahar Alisher Navoiy ko'chasi Bek Dental klinikasi.